Assalomu alaykum do'stlarim. Bugun biz kuchayish videosini birinchi qismini olamiz. To'g'ri sal picha kuchaydik. Uni Ender Gamer ikkinchi o'yinchi bo'ladi. Salom deb qo'ying. Hozir. Gapiryapsiz. Ovoz eshitilyapti aka. Siz efirdasiz xullas. Men yana daraxab kelgani ketdim. Nima qaytib keldim bilmayman. Xullas daraxt chopishdayim. Va men qaytib keldim. Mana o'zingizlar ko'rib turganinglardek. Shuni yana bitta yasash kerak. Ko'chatga keldim. Qo'y kirib qopdimi? Mana neden? Sana aka teri bering. Biz xullas uyda mana yer kerak bo'lgan joyda kaldik. Keyin biz uyni mashqdan qurmoqchimiz. Joy tejash uchun keyingi qismlarda albatta bu chegaralarni kattalashtiramiz. Mayda o'rmon, mayda tekislik mana hozir. Mana tekislik dalalar bemalol urug' yesa bo'ladi. Bizda birinchi etik. Akajonim, men qo'yapman. Qo'y dolduraymi yo? Tasma yapamiz ya, mashina ochiq turibsizmi? Ay to'xtang. Ilka boru. Ashu uyquk. Qarang, eshiting. Tom yo'q. To'g'ri tom qilish kerak. Tom qilamiz, to'g'ri. Men tom qilaman. Hammalarni menga bering. Aka. Hop, pastga 2 qavat quring, hopmi? 2 qavat kavlang demoqchi edim. Tosh kirkada. Xullas men mana shu paytda anaqa sozlamalarni ham tushuntirib o'taman. Peaceful survival xullas jonli qidirmoqchi bo'lsanglar, mana bu hard, bu peaceful. Bunda jonlilar to'la bo'ladi. Sakrasanglar ham o'zidan-o'zi to'lib qoladi. Biz hozir esida o'ynayapmiz. Bu esa mana ko'rinishlar xullas. Bu yerda split controls, ya'ni split controls degani men mana bu to'rdagi plyuscha. Agarda split controls sizlarda o'chiq turadi, yo'q qo'ysanglar plyuscha yo'q bo'lib qoladi va split controlsni o'chirib qo'ysanglar, shunaqa yumaloq paydo bo'lib qoladi. Xullas men aka tomni anaqa taxtadan qilyapman, hopmi? Tom qilamizmi? Ash taxtadan qilaymi yo yerdan qilaymi? Podvalni qurib olaylik. Qurib oling, men tom yopib boraman. Jim tur. Tosh daraxt? Tosh bering unda. Yo'q. Tosh bering aka. 3 ta kavladingmi? 3 ta kavlasizmi? Tosh bering. Kavlasizmi, o'zim olaman. Kavlang. Zo'radan. Mana. Yasab chiqaman. Kirkiya? Bitta lapatga 2 ta kirkami? Ikkalamizga albatta. Men lapatga qaziyman. Çok ben aslında vardım.
hamma yo'lni toshga o'rab chiqamiz. Lampaya kurasizmi? Ha, hammasini kavlab olaylik. Keyin podvalni hamma yo'g'ini tosh bilan o'rab chiqaman men. Menga tosh olib kelasiz. Bo'ldi men bezataman deyapman. Bo'pti. Men bezataman. Ketdim. Hozir aka, hozir bitta chiqib kiray. Yo, kech payt bilan ishlayveramiz a. Men boshqa bolalar qo'ying. Men tom quraveraymi aka? Tom. Yo'q, jim tursin. Hop, men ham anendaqa qilaman. Ha, bak. Ha. Lastavxona. Belediye. Daraxt o'zimda kattasi bor demangda. Tashladim. Shoti bilan tushamiz lampayami? Hop. Menda ikkalasi ham bor. Yo'q, tushib ketdi. Yordam beraman. Tushib ketdim-da, Hozir. Narsa qilgan men. Yo'q, qurilma. Atrofingizda yuraman. Bizi ishchimiz ishlayapti. Bizning stilchi usta aka. Sizga joy kam qolsa, axlatlaringizni tashlayvering. Menda hali ancha joy bor. Kechirasiz. Bet kelmay rom qilmadi aka. Hamma tomon rom bo'lmasin dedim. Bet kelasi ketganmiz. Qaysidir monster kelsa cho'p bilan savolayman. Stick. Ana. Bo'ldi, ishni qilaman. Yoningizda qo'riqlaydigan ko'z bor. Yo'q. Bo'lmadi. Bo'lmadi.
plasmana daraxt sotgani keldim. Uyimiz ham bitta qoldi. Hozir hizmetlarni qo'shish qoldi. Ya'ni bu bezatish degani. Yotoqlar, shunaqa degani. Daraxt sotish. Mana hozir borib ketdik. Ona bizning kichkinagina qalachamiz. O ana chakras. Bitta yotoq, bitta bolta. Mana bizning shinamgina podvalchamiz, ya'ni uychamiz. O endi fakirlar qo'shib qoldi. Fakirlar esa qo'ydi. Bitta fakir. Bolana endi belki uymi? Pastchi. Men yarim staj bor. Qaziymi men? Ana neda? Pastdan shaxta qilaman men. Podvaldan emas faqat. Qat. Qaydan bilayman? Qo'ting. Ha? Boshqa shaxta qilaman. Alohida. Maytga qilaman. Lekin to'plaman. Yok demir çıktı. Bakır yetadi. Oy. Oxirgi ko'mirda ham fakir ishlatyapman. Zerikalla bo'lsa sal o'tkazib yuboraylik. Shu bilan birinchi qism tugadi.